Shu narsa uchun tug'ilganman deb aytib berish kerak. Adashmasam 2 yil beradi hozir. Oldin o'yinchidan oldin вечный bo'ladi srok. Bal muhimmi yoki mana shu hobbilar, ichki hissiyot, qanaqa odamligi, odamning o'zi qanaqaligi muhimmi? Unga ham alohida pul to'laysiz, bunga ham alohida pul to'laysiz. Osh qilib bergan bo'lsangiz, yaxshi osh qiladi deb yozib, yana reklama qilib beradi. Suvchilar bor, shu bitta intervyudan necha bo'lganlar bor. O'zbekistonning lorini ahamiyati qanchalik? Lekin shu 2 yilda hozir qanaqa o'zgaradi, xudo biladi. Hozir shunaqada endi. Endi qiziq joyi xarajatlar. Qo'ysangiz qoldi. $990 bo'ladi. Undan keyingi o'ntasi $190 bo'ladi. Undan keyingisi $260 bo'ladi. Iltimos, men qolinglar, men programmaga yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi maslahat bo'ldi. O'yinchi boshqatdan topshirasiz, boshqatdan sizga apply qilasiz. Boshqatdan $800 $900 to'laysiz. Bu xarajatli video bo'ladi. Endi omad deb, omad. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan MedCloud. Bugun bizning mehmonimiz Miraziz aka Ismoilov. Xush kelibsiz Miraziz aka. Rahmat. Bugun biz Miraziz aka bilan matchgacha bo'lgan intervyular seriyalarini oxirgi seriyasini olamiz. Xudo xolasa, bundan buyog'i endi rezidentura haqida va rezidenturadan keyingi o'sha hissiyotlar haqida bo'ladi. Keyingi videolarda. Oldin match haqida umumiy tushuncha bersangiz, nima bu match? Hamma match deydi. O'zi hamma imtihon topshirib bo'lgandan keyin, hamma imtihon topshirib bo'lgandan keyin rezidenturaga kirish uchun dokument topshirib, o'sha dokument topshirgandan keyin shu match bo'ladi. Bu narsani qisqa qilib aytganda shu rezidentura topshirish protsessi, dokumentingizni rezidenturaga topshirish protsessi. Qisqa qilib aytsa, bu o'zi proses juda ham qiyin. Hozir gapirayotgan gaplarim shu tomoshabinlarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, xitoychada gapirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu ular ham mana shu etapga kelishganda, o'zligini boshligiga tushganda ham narsa oydin bo'lib joyiga tushib ketadi. Hozir paytda yana to'xtatib pauzaga qo'yib ko'rib olsa bo'ladi. Bittalab ko'rib olinglar. O'shanda boshqatdan ko'rasizlar-da, matchdan oldin. O'sha match sezondan oldin. Men xudo xolasa hammasini iloji boricha oson savdo qilib tushuntirishga harakat qilaman. Lekin baribir tushunmasanglar, xotiramanglar, vaqtiga tushunib olasizlar. Shuning xudo xolasa joyiga yetib olsanglar. Xo'p, demak, bu rezidenturaga topshiradigan jarayon va match deb bitta nomlanganiga qaraganda, demak bu bir marta bo'ladi, yilida bir marta match bo'ladi. Va xuddi endi solishtirish to'g'rimi yo'qmi? Bizni 1-avgust avval bo'lardi. 1-avgustda bir marta imtihon bo'lardi. Hamma o'qishga kiradimi yo'qmi? Shunga solishtirsak bo'ladi. DTM testiga. Bu imtihon topshirmaysiz-chi? Vatanga o'xshab kutib o'tirasiz. Green card demayman-ku, green carddan hech shans kammi? Bu yerda ko'proq kirish shans ancha. IMG'ga 50-60% da. 60% kirasiz, lekin o'sha haqiqingiz bilmay turasiz. Shunga lotereyaga o'xshagan narsa. Demak, qiziq. Hozir endi har bitta protsess haqida gaplashib olamiz. Xo'p, SFMG sertifikat olish kerak demak. Matchga birinchi topshirish uchun SFMG sertifikat olish kerak. Qanday bo'ladi? Mana matchga topshirayotganingizda o'zi SFMG sertifikat bo'lishi shart emas. Lekin SFMG sertifikatingiz bo'lsa, o'sha filtrlardan o'tib ketasiz. Masalan, har bitta programmani o'zini shartlari bo'ladi. Masalan, step 1 dan 240 olgan bo'lsan, step 2 dan 230 olgan bo'lsan kamida, o'ychi tak bo'ladi. Anaqa SFMG sertifikat bo'lsin deydi. Mana filtrlar qo'yadi-da, mana shu filtrdan yo'q odamlar tushib ketaveradi. Masalan, 1000 ta odam topshirgan bo'lsa, mana shunaqa filtrlar qo'yib odam sonini kamaytirishadi. Chunki har bitta programmada masalan yiliga 50 ta yoki 100 ta intervyu joy bo'ladi. 1000 ta odam topshirgan bo'ladi. U hammasini intervyu qilishdan oldin har bitta odam applikationni ko'rib chiqishga vaqti yo'q-da, program direktorlarda. O'shanga shunaqa filtrlar qo'yib odam kamaytirishadi. O'shanga SFMG sertifikati bo'lsa, matchdan oldin juda ham katta plyus. Demak, programmalarning o'zini minimum qanaqadir talablari bor. Shu talablarga javob berish kerak va qaysidir programmalarda SFMG sertifikati bo'lishi bu o'sha minimum talablardan biri. Va hozir aytdingiz ball haqida 230 qo'yadi, 240 qo'yadi. Demak, agar shunaqa filtr qo'yilgan bo'lsa, u 250 olganmi, 235 olganmi, bir xil ahamiyatga ega bo'ladi. Shu filtrdan o'tsa bo'ladi. Demak, yuqori ball olaman, 265 olaman, 70 olaman, rekord qo'yaman deb harakat qilish shart emas. Harakat qilish ham o'zini predellar bor, masalan 250 dan ballan bo'lsa yaxshiroq, 240 dan ballan bo'lsa ham yaxshi. O'zi sredniy amerikanlar 230 oladi-yu, 240 atrofida. Shundan ballan bo'lsa bo'ldi. Agarda вообще ballan bo'lsa, zarar qilmaydi, oladi bemalol.
Yaxshi. Demak, balni orqasidan quyish shart emas, lekin olsa nur ustiga a'lo nur. Xo'p, SFMG sertifikat xolos gaplashdik. Demak, ballari bor, minimum talablarga javob beradi. Xo'p, endi qanday topshiradi, qayerga topshiradi? Mana SFMG sertifikatni olish uchun ham ikkita o'zini talablari bor. OETs bo'lish kerak. Keyin unaqa letter of good standing Minzdravdan qilingan xat bor. O'sha bizning o'sha o'zingiz davlatingiz Minzdrafdan xat qilinadi. Shu mana shu student mana shu institutda tahsil olib, diplom olgan deb. Mana shu narsani olasiz, keyin OET topshirasiz. Undan keyin shu dokumentlaringizni topshirib, ICFMG ga topshirasiz. Apply qilasiz. ICFMG organizatsiyasiga ular sizga keyin sertifikatini beradi. U sertifikatini olish uchun ham keyin o'zini puli bor, pul to'lash kerak. Bu $925. Faqatgina sertifikatni o'zi uchun olish uchun. Keyin anaqa Minzdravdan agarda xatingizni rus tilida jo'natishsa, mana rus tilida jo'natilgan, u xatga ham periodga pul so'rashadi ICFMGda. Ofitsial period qilish uchun. U $100 yoki $150 turadi. Mana shu narxlar. Demak, biz o'zimizning davlatni Sog'liqni saqlash vazirligidan xat olishimiz kerak. Xat olib, u xatni ICFMGning pochtasiga jo'natiladi. Vazirlik o'zi jo'natadi. Bunga qanaqa qilib erishiladi? Qanday zapros qilinadi yoki onlayn zapros bor edi. Shu onlayn zaprosga yuborasiz, keyin shuni qilib berishadi. Bitta narsa qolib ketdi, yana qo'shib yuboray. Anaqa ICFMG sertifikat olishga keyin 6 ta pathway bor-da. 6 ta pathway bor. Mana shu men hozir aytib berganim, bu birinchi pathway bo'ladi shu. Minzdravdan xat olib, keyin o'sha OET topshirish. Keyin 6-chi pathway bor, u yerda Minzdravdan xat ololmaganlar qilsa bo'ladi buni. U yerda shu o'zini clinical skills imtihoni bor. Amerikada 2-3 doktor tekshiradi uni. Clinical skillsdan o'tsangiz, keyin o'sha qilib apply qilsa ham bo'ladi. Bu degani clinical skills u yoqqa borib, u yerda doktorlar imtihon topshirish kerak. U yerda masalan siz bilgan o'sha klinik naviqlardan amerikalik doktorlar sizni tekshirib berish kerak. Bu o'zini formasi bor. Formaga to'ldiriladi. Mana shunaqa narsalarni biladi student deb yozib beradi ular. Bu og'zaki imtihon bo'ladimi? Shu og'zaki imtihon siz shu yerga borasiz, shu tekshiradi. Ofitsial imtihon emas, anaqa CSS boradi, unaqa imtihon emas bu. O'zingiz doktor topasiz, shu doktordan imtihon topshirasiz. U doktor sizga kafilma qilib beradi, mana shu bola mana shunaqa narsalarni biladi deb. Demak, agar bizni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan janjallashgan bo'lsangiz yoki qanaqadir qora ro'yxatlarga tushgan bo'lsangiz, shu 6-pathway. 6-pathway ham bor. И такой вопрос. У сертификата ICFMG есть срок, да? Да. Yaxshi savol bo'ldi. Mana ICFMG sertifikatni adashmasam 2 yil beradi hozir. Oldin OETdan oldin вечный bo'lardi сроки, bo'lmasdi. Hozir 2 yil beradi. Masalan, mening срок 2 yil edi. Match bo'lib, shu match bo'lganingizdan keyin rezidenturadan 1 yil o'tganingizdan keyin bu sertifikatda anaqasi сроки вечный bo'ladi. Umrbod bo'ladi. Match bo'lmay qolsangiz, 1 yil match bo'lmadingiz, ikkinchidan match bo'lmadingiz, shu sertifikat tugadi. Keyingi matchga boshqatdan shu pathway qilib, OET boshqatdan topshirasiz. Boshqatdan shunga apply qilasiz. Boshqatdan $825, $925 to'laysiz. Boshqatdan yana personal statement olasiz. O'sha letter of good standing Minzdravdan olish kerak. Lekin shu 3 yilda hozir qanaqa o'zgaradi, xudo biladi endi. Hozir shunaqada endi. Chunki ularning ham qoidasi o'zgarib turadi-yu. Chunki siz o'zi yo'lni boshiga boshlagan paytingiz, biz ham tayyorlanish boshlagan paytimiz CK bor edi, CS bor edi. CS bor edi. Endi uning o'rnida OET, yana keyin nima bo'lishini hozircha bilamiz. Xo'p, endi Eras haqida. Shu Erasman NRMP. O'sha hamma anaqani ICFMG sertifikat olgandan keyin ikkita platforma bor. Eras, keyin NRMP. Eras funksiyasi bu sizni dokumentlaringizni, CV, USM skorlaringizni, personal statement, letter of recommendationni rezidentura programmalarga jo'natish funksiyasini bajaradi. NRMP ning funksiyasi bu sizga matchga o'ziga unique number beradi, o'ziga nomer beradi. Shu nomer bilan siz shu match kuni anaqa qilasiz, rank list tuzasiz. NRMP ning funksiyasi programma bilan sizni match qilib berish algoritm orqali. Eras funksiyasi dokumentlarni jo'natish. Ikkita funksiya. Unga ham alohida pul to'laysiz, bunga ham alohida pul to'laysiz. Ya'ni videoni oldida aytib qo'yish, mana shu metoda faqat rasxod. Demak, bu xarajatli video bo'ladi va qancha xarajat bo'lishini ham hali gaplashamiz video davomida. Erasga o'zi hozir Eras, demak, bizning dokumentlarimizni jo'natadi. Biz dokumentlarimizni kiritadigan platforma. Nima dokumentlar kerak? Mana birinchi bo'lib
CV'ingizni yozasiz, kirganingizni o'zi Erasmus to'ldirgan o'sha videolarni yaxshilab ko'rish kerak hokim yoki bilgan odamdan so'rash kerak. Erasmusda o'sha o'zingizni haqi CV, birinchi CV nima ishlar qilgansiz, qayerda o'qigansiz, o'sha research qilgan bo'lsangiz, qayerda publikatsiyalar qilgansiz, o'shalarni to'ldirasiz. Klinik opitlaringiz qayerda ishlagansiz, ya'ni hobbilarni ham to'ldirish kerak. Hobbilar bor, masalan, nimalarga qiziqasiz. CVni iloji boricha qancha ko'p informatsiya bo'lsa to'ldirish kerak. Chunki masalan, men ingliz kirishdan oldin med kollej bitirganman. Shu nursing degree'im bor edi. O'sha medbratlik. O'shani yozganim plyus bo'lgan. Masalan, bir xil joylar so'rashgan. Shu nursing bilasanmi deb. Shundan masalan bir xil hamma talanti bo'ladi. Masalan, zo'r video olish mumkin, zo'r montaj qilsa bo'ladi. Shu narsalarni siz yozib qo'yish kerak. Chunki program direktorlariga qidirayotganda o'sha o'ziga xos joydan ajratib turish kerak applikantlar. Mana shunaqa qiziq narsalar yozsa o'sha yerga intervyuda mana shu narsadan savol so'rashadi. Keyin mana shu imенно o'zingiz hobbingizni ham chaqirish mumkin. Masalan, hech kim qilmagan ish qilasiz. Gitara chalaysiz masalan. Va gitarani eshitish o'sha program direktoriga yoqadi. Yoqadi. Yaxshi. Demak, faqat steplarni topshiraman, faqat imtihonga tayyorlanaman deb kitob ustiga yota olmasdan yana bo'sh vaqtlarda o'sha hobbilar bilan shug'ullanib turish kerak. Keyin o'tda Amerikan tilida yoqilgan narsani volunteering experience deydi o'sha. Masalan, borib bo'mishlarga yordam berib, ovqat tarqatib, shunaqa narsalar qilishadi ular. Yoki masalan, bajarada ishlagan bo'lsangiz, anaqa neobычный narsalar-da, har kuni ko'ringan narsalar. Siz qanaqadir organizatsiya ochib, o'sha klub ochib, o'sha nima yetimlarga yordam berishmi, qanaqadir klub ochib, yoki ayollarni huquqini himoya qilishmi, shunaqa o'qishni ochib, o'shanda lideri bo'lsangiz, shularni yozsangiz, shunaqa joylarga yozilgan joylar bor. Dokumentlar haqida gaplashyaptik. Demak, u yerda hobbi bo'lishi kerak. CVda eng asosiy ajralib turadigan narsa bu bizni hobbimiz va bu o'ziga xos bo'lishi kerak. Keyin o'sha work experience'li bo'lishi mumkin. Oldin qayerda ishlagansiz? Masalan, ordinatura o'tgan bo'lsangiz Toshkentda shu residency o'tganman deb yozishingiz kerak. Bu ham plyus bo'ladi. Shunaqa joylarga qarash kerak. Keyin shunaqa savol bor. Masalan, residency boshqa yo'nalishda o'qib turib, masalan, oftalmologiyada O'zbekistonda ordinaturada o'qib, keyin patologiyaga rezidensiyaga topshirmoqchi Amerikada. Oftalmologiya ko'rsatish kerakmi, kerak emasmi? Anaqa buni meni fikrim yozilish kerak, chunki clinical gap bo'lgandan ko'ra nimadir band bo'lganingiz yaxshiroq. Intervyu payti so'raganda siz anaqa tushuntirib bera olishingiz kerak, nimaga oftalmologiyadan patologiyaga o'tayotganingizni. Keyin personal statement yozganingizda ham mana shu narsani tushuntirib bera olsangiz, to'g'ri javob topib bera olsangiz, u sizga minus bo'lmaydi. Nimaga patologiya siz yashay olmasligingizni, tushlaringizda faqat patologiyani ko'rishingizni tushuntirib berishingiz kerak. Imенно shu masalan ko'zlarni ko'rib, shu ko'zda mikroskopni ko'rib, ko'zdan naqasini ko'rib, pardasini ko'rib, mikroskopga qiziqqanman, patologiyaga qiziqqanman deb shu ovorish kerak gap. Aylantirish kerak. Tushunarli. Endi yana bir xil savol bor tomoshabinlarda, shu step takerlarda. Institutni tugatgandan keyin, bakalavr tugatgandan keyin qanchadir 1 yil yoki 1,5 yil bo'sh vaqti bo'ladi. Shu paytda ordinaturaga topshirish kerakmi yoki tezroq steplarni topshirib, matchga harakat qilish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Agarda masalan, men o'zim ordinaturaga topshirganman. Ordinaturaga payti ham tayyorlanganman, shu klinika gap bo'lib qolmasligi uchun. Chunki 6-kurs bitirgan, 6-kursda yozida, 6-kursni bitirib yozida step 1 topshirgan edim. Anaqa vaqt bor edi, anaqa qolib ketgan edi. Agarda 6-kursni bitirayotgan payt steplarni tugatayotgan bo'lsa, ancha topshirib olgan yaxshi. Anaqaga matchga. Shu gap bo'lib qolmaydi. Institut bitirib step 1 hali step 2 ga topshirilmagan bo'lsa, gap bo'lib qolmasligi uchun topshirib olgan yaxshi bo'lgan. Lekin shu ordinaturada ham epra olsa, agarda ordinatura qolib, step qolib ketib qolib, ordinaturaga borib, stepga tayyorlanishga vaqt qolmasa, ancha zarar bo'lib qoladi. Individual podxod. O'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Okay, endi personal statement. Keyin personal statement. Men o'zim juda ham ko'p vaqt ketgan personal statement yozishimga. Personal statement yozish uchun shu bekorga personal statement degani personal bo'lishi kerak. Juda ham ichingizga sizni hissiyotlaringizni qog'ozga tushirib berish kerak. Biz masalan O'zbekistonda yurib turganman. Medical schoolda ham maktabda ham narsa yozmaganmiz. Bu amerikan instituti uchun xos narsa bu. Chunki ular institutga kirayotganda ham shu medical
iskoolga kirayotganda ham shunaqa o'zini esseni yozadi, kollejga kirayotganda ham shunaqa esse yozadi. Ular o'zini hissiyotini qog'ozga chiqarib, qanaqa yoshligidan katta bo'lguncha o'sganini bu anaqa. Xuddi motivational letterga o'xshagan narsami? Shu anaqa. Masalan, medical schoolda qanaqa qo'pol tushuntirsa, medical schoolda o'qisa, anatomiya kursi o'tibasiz. Qiynalib o'qib olsa, men anatomiyani o'rgandim yozmasdan, men shu anatomiyani o'rganib, o'qib, men o'zimda katta ishonch hosil bo'ldi, doktor bo'lishimga qiziqishim kuchaydi deb, o'zi hissiyotlaringizni yozib bera olishingiz kerak shu qog'ozga. Shu matchga kelguncha o'zini shu matchga loyiqligini ko'rsata olib, xullas men shu narsa uchun tug'ilganman deb aytib berish kerak. O'sha o'qigan program director, personal statement o'qiganda sizni ichki dunyoyingizni ko'ra bilish kerak. Qanaqa odam bu? O'shanga o'zingiz hissiyotlaringizni ko'rib olishingiz kerak. Bu ana endi hozir ichki hissiyotlarni qanaqa odamligini bilish kerak, hobbilarni bilish kerak deyapmiz. Endi agar biz bal bilan solishtirsak, bal muhimmi yoki mana shu hobbilar, ichki hissiyot, qanaqa odamligi, odamning o'zi qanaqaligi muhimmi? Personal statement bu, masalan, o'sha halva aytdim, o'sha filtrlar bo'ladi. Masalan, 100 ta odam filtr qoladi. Masalan, 1000 ta odam topshirdi programmaga, filtr qilib 100 ta odam qoldi. Ulardan endi intervyuga odam tanlash kerak. Masalan, bal 2 ta odamniki bir xil bo'lib turibdi. Shu masalan, clinical experience'larni qaraydi, hammasini qaraydi, oxirida personal statement vaqti bo'lsa o'qiydi. Qaysiniki ko'proq yoqsa, o'shanikidan o'tib ketishi mumkin. Oxirida ozgina yordam bera olish mumkin-da bu. U uchun barchalik qattiq anaqasi yo'q, kuchi yo'q, lekin baribir bu narsa ham o'qiladi. Keyin intervyu siz masalan program director intervyu qilishdan oldin birinchi personal statementingizni o'qiydi, qanaqa odamligingizni bilib, keyin sizdan gaplashadi. Men o'zi bu savol berishimga sabab ba'zi misollarni ko'rganman. Masalan, bali pastroq odamlar match bo'lib ketgan, lekin bali yuqori bo'lib turib, intervyudan o'tolmagan, o'sha intervyudan o'tolmagan, match bo'lolmagan odamlar bor. Bu menimcha personal statement emas, ko'proq shu intervyuga boradi deb o'ylayman. Intervyuda o'sha interactionga boradi deb o'ylayman. O'sha intervyu orqali ham baribir program direktori sizni baholaydi va baribir yana baldan ko'ra insonning o'zi qanaqaligi ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Shunaqa. Endi omadda omad. Anaqa personal statementni alohida vaqt ajratish kerak. Keyin yozganingizdan keyin o'sha rezidentlarga o'qitishingiz kerak. Ana buni faqat ingliz tili o'qituvchiga tekshirtgan bilan ish bitmaydi. Imенно rezidentlarga yoki professional editorlar bo'ladi, imенно personal statement shug'ullanadigan. Shularga tekshirtirish kerak buni. Ya'ni birinchi kursga kichikroq masalan opitni odamga tekshirtirish kerak. Bilgan odamga. Bunaqa xizmatlar bormi? Qaysidir saytlarda yoki portalda? Men o'zim anaqaga Amerikada yurganimda o'sha 3-kurs, 4-kurs rezidentlarga tekshirtirganman. Keyin o'sha yerda yurgan doktorlar o'qib ko'rgan. O'shalar qamatga yozib to'g'rilab bergan edi. Chunki o'tdi bizlar IMG'imizda ularni fikrlashlarini yaxshi tushunmaymiz. O'sha kelganimiz ularga. O'shanga o'sha yerda yurgan odam o'sha amerikan tilida o'qisa, nima holatganini yordam beradi yozishga. Keyin hozir anaqalar demaydi. Personal statement yozishim kerak deb personal statement yozganda ingliz tilim zo'r bo'lishi kerak, gaplar gapirib chiroyli qo'yish kerak deb o'ylash kerak emas. Bu yerda asosiy narsa bu ideya. Shu ideya zo'r bo'lsa, любой anaqa yozadigan o'sha yaxshi editor, yaxshi ingliz tili uchun to'g'ri bera oladi. Gapingizni qovushtirib. Eng asosiysi o'sha maqsad, ideyasi chiroyli bo'lishi kerak. O'zini chiroyli yetkazib bera olish kerak. Endi eng qiziq joyi bu lore. Nima bu lore? Lore bu o'sha letter of recommendation. O'sha sezondan oldin anaqa clinical rotation qilganingizdan keyin o'sha doktorlardan o'sha rotation oxirida menga o'sha rekomendatsiyon pismo bering deb so'raysiz. O'sha rekomendatsiyon pismoni doktorlar o'zi sizni Eras profilingizga anaqa загрузка qilib beradi. Buni siz o'zingiz qila olmaysiz. Siz o'sha doktor pochtasiga запрос jo'natasiz. Keyin doktor o'zi uni narsani загрузка qilib qo'yadi. Letter of application qarayotganda o'sha baladan keyin menimcha meni fikrim o'sha baladan keyin lorga ko'proq qarashadi, anaqadan ham ko'proq. Personal statementdan ham ko'proq letter of recommendationga qarashadi. Letter of recommendation kim yozgan, qaysi institutdan yozishgan, o'sha qanaqa doktor yozgan, katta nomli doktor bo'lsa kuch ko'proq bo'ladi. Katta olim bo'lsa, masalan, Amerikada hamma tanigan doktor bo'lsa,
katta bilganingiz bo'ladi. Agarda o'sha ham siz zo'r qilib yozib bergan bo'lsa, masalan, zo'r bola, juda ham ishiga anaqa ответственный, Hamma ishlarni qiladi, o'z vaqtida qiladi. ham personalniy bo'lishi kerak. U shablondagi masalan ko'p sarchi bor-ku anaqa pulli clinical experience joylar bor. Yuboradi, pulni to'laysiz, rotation qilasiz, qaytasiz. Ular ko'p shablon qilib beradi, tapiladi. Hammasi bir xil. O'tib program direktorlar ham kuniga o'sha application sizon kuniga mingtalab o'qigandan keyin personal saytni biladi. Agarda doktor bilan yaxshi interaction bo'lgan bo'lsa, sizda doktorda yaxshi taassurot qolgan bo'lsa, siz haqingizda personal statement qilib sizga moslab yozib bersa. Demak, o'tgan intervyumizda gaplashganda, agar osh qilib bergan bo'lsangiz, yaxshi osh qiladi deb yozib, yana reklama qilib beradi. Shu yaxshi shu personal qilib yozib berish kerak. Shablon qo'yib qo'ysa bo'lmaydi bu. Keyin menda klinik joyimda ko'plarda ham shunaqa doktorlarni o'zi vaqti bo'lmaydi. Unaqa personal qilib yozib o'tirishga aytishadi. Shablonini olib kel, men o'zim to'g'rilab yozib beraman deydi. O'sha doktor shuni aytganda shablonga to'g'ri gaplarni to'g'ri kelishtirib yozish kerak. Keyin o'zingiz yozganingizda juda vaqt bormaysiz. Endi to'g'rilab yozish kerak shu narsani. Keyin baribir doktor uni olib, tekshirib, kerak emas joylarni olib tashlab, qo'shib qilib beradi. Miraz aka, siz o'zingiz nechta lor topshirgansiz? Menda 4 ta lor bor edi. Birinchisi o'sha laboratoriyada yurganimda ilmiy rahbarimdan, ikkitasi o'sha radiologiyadan o'sha clinical experience qilgan joyimdan ikkita olganman. Ikki doktor bilan ishlaganman. Keyin bittasi o'zimni zap kompyuterimdan o'tdi, Toshkentdan bo'lgan. Bu hozir O'zbekistondan lor olgansiz. Endi O'zbekistonning lorini ahamiyati qanchalik? Agarda o'sha o'zingiz masalan endi zap kompyuter bo'lgandan keyin kuchliroq bo'ladi. Ham men zap kompyuterimda o'sha 2 yil ishlagan bo'lsam, 2 yil tanigan odam yozib beradi. Amerikani уровеньda emas-u, baribir bo'lgani yaxshi, o'sha o'zingizni ilmiy rahbariyatdan botdagi zap kompyuter olganingiz. Olib qo'ygan yaxshi zarar qilmaydi. Chunki 4 ta o'zi minimalisi 3 ta-yu, 4 ta chiqarganman-da. Masalan, men hozir O'zbekistondagi eng zo'r vrachlardan 4 ta, 5 ta yig'sam, qay darajada uni o'rgani? Agarda masalan Amerikaga borib clinical experience qila olmasangiz, endi pul topshirgandan ko'ra O'zbekistonda nomi chiqqan vrachlar agar Amerikada tanigan bo'lsa, o'sha vrachlarni lekin shu masalan vrachlarni ko'p shu PubMedda yoki Google Scholars'da juda ko'p publikatsiyasi bo'lib, nomi chiqqan olim bo'lsa, o'shalardan olsa foyda beradi. Demak, Amerikadagi lorsiz ham match bo'lsa bo'ladimi? Men eshitganman shu narsalar bo'lgan. Masalan, Nepalda tanishim bor edi. Pandemiya payti bu sezon oldingi sezon 2021-22da ko'plar Amerikaga borib clinical experience qila olmagan. O'sha bolalar, o'sha Nepallik, hindli bolalar Nepalda o'rtamay beradi. Shu Nepaldan olgan lorlar bilan mashhur ketgan ekan. Demak, endi bu lekin o'tgan pandemiya. Hozir o'zi shunaqa narsa realmi yoki yo'qmi? Agarda endi imkoniyat bo'lmasa bu yoqqa kelib qilishga harakat qilib ko'rish kerak-da. Harakat o'xshab ketadi. Lekin hozir hali narxlar haqida ham gaplashamiz. Bu menimcha o'sha pulni risk qilib tikib olishga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Shu. To'g'ri, o'sha matchga o'zim katta pul ketgani sababli iloji boricha hammasini zo'r qilib, o'sha clinical experience Amerikada qilib topshirgan yaxshi. Clinical experience-ni endi hozir shu Coviddan keyin telerotation degan narsa chiqdi. Shu telerotation bilan o'zi borib klinikada o'zi bevosita observation qilganni nima farqi bor? Qanday, massasi qanday? Men fikrim shu telerotation pandemiya payti majburiyat bo'lgani uchun qilindi bu narsa. Lekin hozir bu ham tipi biznesga o'xshatib qolishadi. Shu pulni to'laysiz firmaga, sizga o'sha просто ko'rib o'tirganingizga sizga o'sha o'tiruvkanini yozib beradi. Lekin o'sha vaqtda hech nima o'rganmaysiz, просто qarab o'tirasiz. Mana ko'p narsa o'rganmaysiz. Klinikaga borib o'sha ishlasangiz, baribir in person ko'rasiz. Nimadir ishlab vazifa bersa, o'sha vazifalarni qilasiz. Kasallar bilan muloqot qilasiz, live. O'sha ancha katta foyda bo'ladi. Lekin telerotation bitta plusini aytishim mumkin. Masalan, siz Amerikaga ketyapsiz, clinical experience qilgan. O'sha yerdan agarda oldin bitta telerotation qilib qolsangiz, sizga ozgina qo'rquvingiz ketadi, ozgina gapini tushunadigan bo'lasiz. O'shanga yordam berish mumkin ozgina. Boshida haqiqiy rotationdan oldin. Agarda o'sha qilishlar mumkin, lekin hozir
unga plyusi bormi, minusi bormi aniq aytolmayman. Ozgina yordam beradi bu deyman. Masalan, clinical rotation topish qiyin-ku. Ozgina vaqt ketkazmaslik uchun bitta qilib ko'rish kerak. Lorlarni har xil clinical letterhead va yana Private practice. bor ekan. Shularni tushuntirib bersangiz. Shu letter of recommendation. Shu xatni ochib o'qiganda tepada bir javob o'sha qaysi institutdan olinganini ko'rsatib turadi yoki qaysi частный klinikadan olinganini ko'rsatib turadi. Agarda shu Ivy League'dan olingan bo'lsa, buni vazni ancha og'ir bo'ladi. Частный klinikadan olingan. Chunki u Ivy League'da borib birinchidan anaqa clinical experience rotation topish juda ham qiyin. Keyin o'tganingizdan keyin u juda ham nomi katta bo'lgani uchun любой program direktorini ochganda shu institut nomini taniydi. Garvardda o'tgan ekan desa, любой odam biladi Garvardda qattiqligini. Demak, Garvard больницасida bosh bola o'tgan bo'lsa, ikkinchi bola частный klinikada o'tgan bo'lsa, o'sha qishloqlarda uni hech kim tanimaydi. Demak, shu joyda tomoshabinlarga aytib o'tish kerak. Ivy League degani bu Amerikadagi eng kuchli universitetlar. 10 talik. Clinical и hospital letterhead. Demak, bu hozir shu narsa. Shunaqa. University hospital bo'lsa, o'sha university affiliate bo'lsa, University of Pennsylvania yoki Harvard bo'lsa, Yale yoki Ivy League bo'lsa, shunda ko'rganda kuch ko'p bo'ladi bu narsani. Yaxshi. Shunga iloji boricha shu harakat qilinglar va shunaqa yaxshi joyga borib, qimmatroq bo'lsa ham o'sha yoqqa borib, clinical experience qilishga. Agar adashmasam, biz hozir hamma dokumentlarni sanab o'tdik, hamma hujjatlar bilan gaplashdik. Endi qiziq joyi xarajatlar. Qancha bo'ladi umumiy xarajat mana shu to intervyu sezon boshlanguncha va bu yerda USMLE transkript. Anaqa Lorda inventariyaga qo'shib kelsam, mana qolib esimdan chiqib qoldi. Shu o'zi lor olish, masalan, Amerikada lor olish deganimizda bizda ham bir narsani biz o'ylaymiz, bir oy borib ishladimmi, menga lor beradi deb o'ylaymiz-da. Chunki pulli firmalar borasiz, bir oy ishlaysiz, pulini to'laysiz, sizga beradi. Amerikada o'zi medical studentlar lor olish uchun, doktorlar lor olish uchun shu odamni shu 1 yil, 2 yil davomida tanish kerak, yaxshi tanigan odamlargagina beradi. O'shanga masalan bir xillar boradiki, o'zini yaxshi ko'rsatmaydi, keyin oxirgi kunga kelganda lor ber boshni ortadi. Bu narsa doktorlarga yoqmaydi. O'shanga ham ko'p doktorlar mana shunaqa obzorlar qilmas ekan. O'sha IMG-lar bilan. Chunki bu pulni to'lab, bizda ham IMG ham pul to'lab sotib borgan, lekin o'ta ham doktor yaxshi odamga lor bera olmaydi-yu, chunki ko'z yetmaydi-yu. U narsa o'sha odamni o'ziga rekomendatsiya qilishga. O'shanga lor olish ham o'zining odobi bor. Agarda o'sha researchga borsangiz, masalan, o'sha research domingizdan birga olib yurasiz, siz taniysiz, uni yaxshi taniysiz, o'sha domingiz qo'rqmaysizga yaxshi lor yozib beradi. Hamda bir oy clinical experience qilib kelgan bo'lsangiz, u doktor taniydi, taniydi, shablon yozib beradi. Demak, lor olish uchun oldin lorga loyiq bo'lish kerak. Qancha doktorlar ko'p ishlab, o'zingiz yaxshi ko'rsatsangiz, shuncha yaxshi lor bo'ladi. Shu 3 ta shablon lordan ko'ra bitta zo'r lor olsangiz, shu ko'proq foyda etadi. Va o'sha videoni boshida aytib o'tganimizdek, agar o'sha lor yozayotgan doktorni yoki olimni obro'yi qancha baland bo'lsa, bu yanada yordam beradi. Shunaqa. Xo'p, endi xarajatlar. Erasmusga to'langan xarajatlar bu birinchisi USMLE transkriptingizga, shu USMLE imtihonlaringiz balini, o'sha ofitsialniy qog'ozlaringizni programmaga jo'natish uchun $80 to'lashingiz kerak. Faqatgina knopkani bosish uchun $80 to'laysiz. Har bitta programmaga jo'natishingiz uchun o'zini hisoblagan kalkulyatorlari bor. Men hozir buni aytib o'taman. Lekin o'sha Excel programmalar bor. Excel programma bor. Nechta programmaga apply qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, men bu yil 100 ta programmaga apply qilaman, internal desangiz, shu 100 qo'yasiz, 100 ta programmaga necha pul to'lashingizni chiqarib beradi narxini. Buni formulasi o'zi qanaqa? Masalan, 10 tagacha programma apply qilmoqchi bo'lsangiz, har bitta programmaga $99 pul oladi. 10 bittadan 20 tagacha qilsangiz, o'sha 12 taga qilsangiz, o'sha har bittasiga $19 to'lashingiz kerak, добавочный. 30 bittaga qilsangiz, 30 bittadan ko'pga qilsangiz $26 to'laysiz. Bu hozir chalkashroq, shuning uchun programmalar bor. Shu programmadan qo'yib hisoblab beradi. Masalan, men o'zimga qancha pul ketgan, shuni aytaman.
Bu degani hozir birinchi boshidagi 10 ta programma $990 bo'ladi. Undan keyingi 10 tasi $190 bo'ladi. Undan keyingisi $260 bo'ladi va aniq bir korrelyatsiya emas. Oshib boradi yoki kamayib boradi. Yo'q, oshib boradi. Oshib boradi narxi. Birinchisi qarang, 10 tasiga $99, 10 bitta programma topshirmoqchisiz. 10 tasiga $99 to'laysizda, 1121 to'laysiz. Shunaqa oshadi bu. Tushunarli. Masalan, men o'zim prelim internal medicinaga 40 ta programma topshirganman. Keyin xirurgiyaga unga ham 40 ta programma topshirganman. Prelimga, keyin transitional yearga 26 ta programmaga, keyin radiologiyaga 76 ta programma topshirganman. Общий mana. Umumiy shunda nechta programma bo'ldi? Общий 190 ta bo'ldi. Va narxi? Ichi 4000. 4000 sal yetmaydi. $4,000 sal yetmaydi. Deyarli $4,000 bu faqat hozir erasga dokument topshirishga. Bunga yana qo'shamiz ICFMG sertifikat 925, yana qo'sha $80. Haligi USM transkriptlaringiz jo'natish. Keyin yana period narxi bor, $120 edi. Ana Minzirafdan kelgan xat. Уже 5000 dan o'tdi. Hisoblaysiz. Demak, match uchun ham yaxshigina tayyorgarlik ko'rish kerak. Steplarni topshirishdan tashqari. Keyin NRMP token bor, unga ham $70 to'laysiz, $60 $70 to'laysiz. Hali ham bor. Demak, agar Amerikaga bormasdan onlayn hamma narsani topshiradigan bo'lsa ham, hali lorlarni hisobga olmasdan, observershiplarni hisobga olmasdan $5000 dan ziyodroq 6000 maksimum, 6000 deb bo'laylik, 6000 ga yaqin. Men yana bir narsa aytib qo'yish kerak. Masalan, shu matchga topshirayotganingizda hamma masalan lorlarni zo'r qilib, masalan bu yil masalan lorlarni chalaroyi iloji bo'lsa shu lorlarni zo'rini qilib, clinical experience zo'r qilib, hamma applicationingizni qo'lingizdan kelgancha zo'r qilingizdan kelgan. Iloji boricha ko'proq programma topshirish kerak. Masalan, internal medicinada 200 ta programma bo'lsa, 200 taga barobar topshirish kerak. Chunki qancha ko'p programma, masalan, IMG friendly programmalar bor, IMG non friendly programmalar bor. Shu ko'proq amerikancha bo'ladi. Lekin qancha ko'p programmaga topshirsangiz, shuncha ko'p intervyuingiz bo'ladi. Qancha ko'p intervyuingiz bo'lsa, shuncha ko'p match bo'lishingiz shans ko'payadi. IMG non friendly programma ham topshirish kerak. O'sha universitet programmalariga. Shu iloji boricha ko'p programmaga topshirish kerak. Ko'p programma topshirsangiz, rasxod ko'p bo'ladi, lekin match bo'lishingiz shans ham ko'taroq bo'ladi. Demak, agar imkoniyat bo'lsa, shu $6000 bilan chegaralanib qolmasdan, yana ko'proq xarajat qilib, imkoniyatni oshirish kerak. Chunki yil yo'qotmaysiz, ham yil yo'qotmaganingiz bilgitmadi. Ham shuncha rasxod qildingiz, masalan, clinical experiencelar qildingiz, o'zi etak rasxodlar ko'pda. Ham ozgina pul ekonom qilaman desangiz, o'zingizga min so'rish mumkin-da. Keyin yana qilasiz shu ish. Arzon sho'rva tatimas deganda shunaqa bo'ladi. Endi hozir letter of recommendation olgan bo'lsa, match bo'la olmasa, keyingi yilda shu letter of recommendation o'tadimi yoki yo'qmi? Keyingi yilga rasman mana shu letter of recommendation turaveradi. Keyingi yilga ham загрузка qilsangiz bo'ladi. Lekin iloji bo'lsa shu letter of recommendation yengillab qo'ygan yaxshi. Shu doktorga boshqatdan yozib, yengildan yozdirib olgan yaxshi. Chunki letteringizni tepasida burchagida chistoz turadi. Demak, match bo'la olmagandan keyin faqatgina matchning puli emas, yana ancha narsa yutqizishi mumkin ekan. Shu uchun risk qilmasdan iloji boricha ko'proq topshirish kerak. Pul to'lashni ham bitta sekretini o'rgatib ketdik. Amerikada yurgan bolalarga. Masalan, mana shu $5000 to'lamoqchi bo'lsangiz, agar Amerikada yurgan paytim Amerikada kartochka bilan to'lasam, mana shu $5000 ustiga 7% налог to'lashim kerak. Oho, 7%. Bu $350 adashmasam. kerak. Toshkent viza kartini to'lasangiz, Toshkent adresi bo'ladi, налог to'lamaysiz. Shundan ham yutib qolasiz. Demak, Miraz akadan sizlar uchun special life hack. Toshkent viza kartini to'laydi. Match uchun pul to'lamoqchi bo'lsalaringiz yoki o'zi umuman menimcha keyinchalik ham agar UOL sotib olmoqchi bo'lsa, step uchun qanaqadir shunaqa xarajatlar qiladigan bo'lsa, O'zbekiston viza kartalaridan foydalanish kerak. Miraz aka, hozir signaling degan qanaqadir funksiya paydo bo'lgan ekan. Keling shu haqida tushuntirib bersangiz. Mana hozir erasida shu yangi funksiya qo'shilyapti. Signaling deyiladi. Buni funksiyasi nima? Har bitta programmaga, masalan, mintachlab application kelsa, masalan, siz 200 ta programma apply qilgan bo'lsangiz, 10 ta yoqtirgan programmangizni, eng yaxshi ko'rgan programmalaringizni 10 tasiga signal jo'nata olasiz. Bu degani o'sha programmalar ham ochganda masalan, ularda mingta application turgan bo'lsa, imенно o'sha signal yuborgan studentlarga o'sha yerda ko'rsatib turadi.
ular o'sha signal bergan applikantlarni birinchi qarab chiqishadi. Mana shunaqa qilib masalan ikkita joyga jo'natdingiz, lekin imенно masalan New Yorkdagi bitta programmaga bormoqchisiz. O'sha signal jo'natasiz. Ular ham shu o'zini o'sha match kuni ochganda birinchi bo'lib sizga oladi. Shunaqa qilib siz o'zingiz intervyu olishingizni shansini ko'paytira olasiz. Mana shu har bitta направлениyaning o'zini soni bor. Masalan, radiologiya deb 10 ta bo'lsa, internal medicina nechtadir. Shunaqa qilib qo'shyapti, mana shunaqa yangi funksiya qo'shyapti. Bu ham pulli xizmatmi? Yo'q, tekin xizmat. Tekin xizmat. Endi masalan Mayo Clinic hamma Mayo Clinicga borishni xohlaydi. 1000 ta, 2000 ta nechta applikant topshirsa, hammasi signal qilsa. To'g'ri, o'shanga ham bu narsani anaqa chalashtirib ishlatish kerak. Masalan, 10 ta signalingiz bo'lsa, 5 tasini o'sha IMG friendlyga qiling, 5 tasini o'zingiz yoqtirganingizga qiling. Signal jo'natdik. Endi intervyu qilish shansi ko'payadi dedik. Keling, intervyular haqida gaplashamiz. Sizda nechta intervyu bo'ldi 190 tadan? Menda 190 ta topshirgan bo'lsam, menda общий 8 intervyu bo'lgan. 8 tadan bittasi yo'q. Bittasi anaqa hisobiga bo'lgan. Signal hisobiga bo'lgan. Qolgan 3 tasiga anaqa letter of intent degan narsa bor. Shu letter of intent masalan sezon boshlanganda 31-mart qachon edi? 1-oktyabr programmada applikantlarni sentyabr oyi hamma programmalarga tanlab jo'natasiz. 30-sentyabrgacha 1-oktyabrdan programmani shu dokumentlaringizni ochib ko'rish boshlaydi. Shu signalning qilgan programmalaringiz voqea sizga jo'natadi intervyu. Chunki sizni birinchi bo'lib ko'rib chiqadi. Keyin mana shu oktyabr, noyabr vaqtida letter of intent degan narsa bor. Shu qolgan 200 ta programmaga signal jo'natmagan programmalaringizga yozasiz. Salom, men siz programmangizni yaxshi ko'raman. Iltimos menga intervyu bering deb. Email yozasiz. Har bitta program direktori emailini topib, program koordinatori emailini topib, har bittasiga email yozib chiqish kerak. Bu demak ruchnoy signal. Ruchnoy signal. Mana shuni 2 marta qilganman. Masalan, birinchi 190 radiologiyaga masalan 70 ta programma jo'natgan bo'lsam, oktyabr boshida qilganman. Keyin noyabrda ham qilganman. Ya'ni prelim surgery bilan qilgan, intervensiyani ham qilganman, shuni 2 marta qilganman. Shuni hisobiga ham 2 ta intervyu kelgan edi. Ikkinchisidan keyin demak. Keyin mana shunaqasi. Ikkinchisidan keyin kelganda shunaqa. Demak, hammasiga xuddi faqat sizga jo'natayotganda, faqat bittasiga jo'natayotganda yozib yuborasiz. Iltimos, men qolinglar, men programmani yaxshi ko'raman deb borasiz. Shunday demak, bu ham foyda beradi. Qolgani o'zi kelgan. O'ziga. Qanaqa bo'lgan intervyu? Mana keyin masalan sentyabrda hamma applicationlar jo'natiladi. Programmalar oktyabrda boshlaydi ko'rishni. Oktyabr oyida ko'p faqat asosan shu American graduatelar intervyu olishlarni boshlaydi. Shu noyabr, dekabr oylarida IMG'larga kelish boshlaydi. Anaqalar, intervyular. O'shanga 3 oy har kuni o'tirasiz telefoningizni ochib. Qachon email keldimi, email kelmadi deb ko'rib. Email Google'dan kelib, sirasi kirib, email kelishi bilan masalan programmasiga invitation yubordi. O'sha vaqt darhol kompyuterni ochib, o'sha invitationni olib, o'zingizga joyga olishingiz kerak. O'sha qaysi kuni vaqtingiz bor, o'sha kunga intervyuni qilib olishingiz kerak. Chunki o'sha kun invitation yuborgan bo'lsa programma hamma shu vaqt kiradi, hamma o'ziga qulay vaqtni qo'yib oladi. Agar siz o'zingizga qulay vaqt qolmasa, joy qolmasligi mumkin. Chunki noqulay qanaqadir. Noqulay qolib qolishi mumkin. Ikkita intervyu o'rniga o'rma-o'rma tushib qolishi mumkin. O'shanga mana shu 3 oy telefoningizni oldingizga pasdan yurib, email kelishdan sirasiz kirishingiz kerak. Bu endi Amerikadan jo'natishlarni hisobga olib, bu kechqurun ham kunduzi ham xohlagan payt bo'lishi mumkin. Xohlagan qolishi mumkin. Shu. Endi biz hozir oylar haqida gapirdik, sentyabr, oktyabr dedik. O'zi qanaqadir sroklar bormi? Masalan, matchga topshirguncha mana shu deadlinegacha topshirish mumkin. ACFMG sertifikatni mana shu deadlinegacha topshirish mumkin. O'sha hamma dokumentlarni sentyabr oxirigacha topshirib bo'lish kerak. Sentyabr oxiri kuniga taqash kerak emas-da. Sentyabr boshlar, o'rtalariga qolish kerak. Chunki letter of recommendation загрузка qilganingizda, uni tekshirishga ACFMG 1 hafta vaqt ketadi. Shu erasi 1 hafta vaqt ketadi. Shunga vaqt qilib qo'yish kerak. ACFMG sertifikatni ham olishga ham 2-3 hafta ketadi, sizga yuborish kerak. Shunga hammasini oxirgi kunga taqamasdan sentyabr boshidan iloji hafta tayyorlab olish kerak. Demak, hozir deadline qo'yildi. Endi shu deadlinegacha ACFMG sertifikatini ololmagan odam yoki
biz ko'pchilik bilamiz, step 3 ni oxirroqda topshiradi. O'sha step 3 ni rezultatini ola olmagan bo'lsa, keyin qanaqa qilib topshiriladi? Ha, o'zi qaranglar, step 3 javoblari o'sha dekabrgacha ham topshirib olgan studentlarga 2 haftada chiqarib beradi. Yanvar, fevral, mart topshirgandan keyin martdan keyin topshiradi, chiqaradi javobini. O'shanga dekabr oxirigacha topshirib olsangiz, shu dekabr oxirida topshirsangiz, shu yangi yildan keyin olsangiz bo'ldi-da. So'ng jo'nata olasiz. Undan yangi yildan keyin topshirgan bo'lsangiz, step 3 javob martda chiqadi. Bu martda уже match bo'lingiz chiqib qo'yadi javob. Undan foydasi yo'q. Iloji boricha dekabrgacha topshirib olish kerak step 3. O'sha H1 vizaga apply qilish uchun dekabrgacha topshirish kerak. Vizalar haqida agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizda kanalimizda video bor. Mana shu yerdan kirib ko'rishingiz mumkin. Barcha vizalar va ularning turlari, bir-biridan farqlari haqida tushuntirib berilgan. Demak, endi topshirdi, deadlinelar bo'ldi, intervyu sezon boshlandi. Intervyu sezonga ham alohida tayyorlanish kerak. Chunki siz qog'ozda ko'rib chiqqandan keyin programmalar qog'ozni siz yoqtirgandan keyin o'sha sizga intervyu taklif qiladi. Shu intervyuda siz iloji boricha o'zingizni yaxshi ko'rsatib, agar program direktoriga yoqsangiz, o'sha qaysidir insoniy kачестволарingiz yoqsa, sizni rank qilganda balandroqga qo'yadi. O'sha hozir intervyular ko'pi onlayn bo'lgani uchun, shu Zoomda bo'lgani uchun o'sha narsani ham ko'rishni qiyinroq qo'ygan. Baribir kompyuterdan hamma narsani ko'rmaysiz, odamni in person ko'rsangiz baribir qanaqa xarakterini yaxshi bilasiz. Baribir anaqa Zoom shunisi limitation bor, lekin unga qaramasdan shu iloji boricha intervyuga tayyorlanganda ko'p mock intervyular qilib, shu cherry-realizm mock intervyular qilib, keyin mock qilgandan keyin shu professional intervyu odamlar gaplashib, keyin topshirgan rezidentlar bilan qilib, bir-ikki marta qilib, ulardan maqsad olib, keyin intervyuga borish kerak. Intervyuga seriozli tayyorlanish kerak. Chunki mana shu intervyu kommersni hal qiladi. Kommersiga boradi. Bu xuddi job intervyuga o'xshaydi. Shu intervyu sizni ishga kirish yoki kirmasligingizni hal qiladi. Intervyuda qanaqa o'zi nimalar so'raladi, qanaqa savol bo'ladi? Intervyuda har doim birinchi savol tell me about yourself. O'zingiz haqida aytib berasiz. O'shanda o'zingiz hobbingizmi, o'zingiz haqida qisqa gapirib berishingiz kerak. Keyin yana nima internal medisinada ko'pincha situatsion vопросlar so'raydi anaqadan. Keyslar bor, nima yerda? Behavior savollar so'raydi. Masalan, kasal kelib qoldi. O'sha behavior savollar, hozir kelgan kerak. Shu behaviordan savollar so'raydi. Situatsionni nimalar qilish kerak? Xirurgiya, radiologiyada mana qanaqa bo'lgan, prosta doktorlar gaplashib o'tirasiz, nimalar oddiy chit-chat bo'lgan. O'rtoqlar gaplashib o'tirganda gaplashib o'tirishadi. Chaq-chaq o'zbekcha. Chaqchaq o'tirishadi. Masalan, xirurgiyada boshqa savollar so'raydi. Anaqa kasallar bilan uzoq uxlasha olasanmi, hech qanday uxlamay yura olasanmi, shunaqa savollar. Intervyuda o'zini qanaqa tutish kerak? O'sha intervyuda o'zingiz qanaqa iloji boricha shu professional bo'lish kerak, chunki job intervyu. Lekin shu o'zingiz ko'rsatasiz. Masalan, bir xil intervyular eshitganman, o'zim bo'lgan. Shu program direktorlar asabingizni buzib, nervingiz o'ynaydi. Qiyin-qiyin, g'alati savollar berib. Shunda o'zingizni maneringizni ushlab, o'zingizni yo'qotmasdan to'g'ri javob berish kerak. Keyin intervyularga, masalan, intervyu sezon masalan bo'lganda, sizga invitation kelganda iloji boricha shu oddiy, masalan, pastoral program masalan, siz match bo'lishingiz shansi kam yoki oddiy programmalarni oldinroqga qo'yish kerak. Chunki siz ularda intervyu o'tganingizda anaqa bo'ladi, nima? Experience. Opit bo'ladi. Agar o'zingiz kirishingizga ishongan programmalarni oxirroq qo'ysangiz yoki qiyinroq programmani oxirroq qo'ysangiz, o'sha intervyu sezon o'tgan sari, o'sha borgan sari opitiga o'rganib, oxiridancha professional pishib qolasiz. Juda ham yaxshi maslahat bo'ldi. Lekin bir xil odamlar bor, endi intervyu sonlari qancha ko'p bo'lsa, shuncha match bo'lish shans ko'payadi. Bu statistika ko'rsatgan narsani. Lekin bu degan narsalar bitta intervyu borib, hammasi uxlab yig'ilib o'tirish kerak emas. Shunaqa случайлар bor, shu bitta intervyu bilan match bo'lganlar bor. Lekin shu intervyuning soni ko'p bo'lgani nimaga match qilib qo'yadi odamni deyshadi? Chunki qancha ko'p odam bilan gaplashsangiz, shu masalan 10 ta intervyungiz bo'lsa, 10 ta program direktordan shu bittasi, ikkitasi yoqtirib qolish shans ko'payadi-yu. Shu bittasiga yoqtirib qo'yib, sizni rankga balandroq qo'ygan bo'lsa, shu match ko'p ketasiz.
O'zi intervyuda nimaga qarab baholaydi deb o'ylaysiz? Har bitta programmani o'zini kriteriyasi bor, baholaydigan. O'zini shabloni bor. Kimdirlar o'sha ball masalan ball qo'yib chiqadi. Masalan, clinical experience necha ball, program directorda qanaqa taassurot qoldirganingizga necha ball beradi, usefully skorlaringiz ball berish mumkin. Har bitta programmani o'zini kriteriyasi bor, ball deydigan. Keyin bir xil programmalar bor, u yerda faqat program director o'zi hal qiladi. Qaysi rezident tilga keladi. Bir xil programmalar bor, anaqa rezident o'tiradi, ikkita doktor o'tiradi, keyin rezidentlar programmani rezidentlar ham o'tiradi. Ular o'tirib o'sha intervyu qilgan odamlarni hammasini doskaga taxlab qo'yib, rasmini tanlashadi, kim keladi. Biz bilan birga ishlaydigan odam kim bo'lishini tanlaymiz deb. Shunaqa. Endi second look haqida ham bizga qisqacha gapirib bersangiz. O'sha match sezon intervyu sezon tugagandan keyin intervyu sezon o'zi yanvar oxirigacha bo'ladi. Yanvar oxirigacha bo'lgandan keyin o'sha fevralda programmalar sizni qiziqtirish uchun anaqa invitation jo'natadi. Taklifnoma. O'sha xohlasangiz deydi, o'sha bizga in person kelib programmamizni ko'rib ket deydi. O'sha menga ham menga bitta second lookdan bittasi onlayn bo'lgan, bittasi in person bo'lgan. Keyin men bitta intervyuim in person bo'lgan, o'tda onlayn qilishmagan programmada. Men o'sha vaqtda demak shu bir marta Bostonga borganman, u in person intervyu bo'lgan, second look emas. O'tda borib ko'rib hamma bayisini ko'rib kelganman. Floridaga borganimda o'tda second look edi. Borib program direktor bilan in person gaplashib, o'sha doktorlar bilan gaplashib, rezidentlar bilan gaplashib, muloqot qilib, o'sha bayislarni ko'rib kelganman. Ular ham sizni ko'radi, baholaydi. Lekin o'sha yerda oxirida aytgan program direktor bu second look rank listga ta'sir qilmaydi deb aytgan. Lekin qanchalik to'g'ri xudo biladi endi. Aynan o'sha second lookga borgan joyingizga rezidensiyaga qabul qilingansiz. Bo'lganman. Bu qanaqa bo'ladi o'zi jarayon? Qiyin, stressli yoki erkin muloqot bo'ladimi? Nima bo'ladi? Ikkinchisi anaqa erkin muloqot, просто bemalol gaplashib o'tdan chit-chat bo'lgan. Tushunarli. Endi rank listga ta'sir qiladi, qilmaydi. Rank listlar haqida gapirdik. Nima o'zi u rank list? Qanday qilib rank qiladi? Masalan, shu intervyu sezon bo'ldi. Intervyuda siz 10 ta intervyungiz bo'lgan bo'lsa, siz o'zingiz yoqqan 10 ta programmani shu spiskga tuzasiz. Masalan, Garvard eng yoqqan Garvardni birga qo'yasiz. Ikkinchi o'ringa masalan Yale qo'yasiz. O'zingiz shu spiskga qilasiz 10 ta. Keyin har bitta 10 ta joyda intervyu bo'lgan bo'lsangiz, ular ham har bitta programma 50 ta odam intervyu qilgan bo'lsa, shu 50 ta bolasini ular ham spiskga qiladi. Biz mana shu bolani birinchi o'ringa kelishni qo'yamiz, ikkinchi bolani ikkinchi o'ringa qo'yib qoladi. Masalan, o'sha rezidensiya programmani 10 ta joyi bo'lsa, shu 10 ta odam yozib chiqarishadi. Keyin 50 ta odamni taxlab chiqishadi shu yoqqa. Birinchi anaqasi, birinchi o'ntalik, ikkinchi o'ntalik, uchinchi o'ntalik qilib. Keyin match kuni 31-mart kuni, 30 qachon edi? Match kuni o'sha NRMP o'sha o'zining algoritmi bilan o'sha sizni birinchidan programma birinchini taxlab hamma o'z joyiga taxlab beradi. Demak, match bo'lish uchun siz ham u programmani yuqori bahoga baholagan bo'lishingiz kerak, yuqori o'ringa qo'ygan bo'lishingiz kerak va programma ham sizni yuqori o'ringa qo'ygan bo'lishi kerak. Bu xuddi yulduzga to'g'ri keldi degandek gap. NRMP haqida yaxshi shu videolar bor. Ssilkasidan qo'shib qo'yiladi. Shu protsessni tushunish uchun. O'z tarixi ham juda ham qiziq uni. Qisqa qilib aytganda, agarda sizda programma, masalan, programmada 10 ta joyi, siz 10-o'rda turibsiz. 10-da turibsiz. Programmada 10-chi, siz o'zingiz rank listingizda o'sha programma birinchimi, 10-chimi siz o'sha qilib olasiz. Birinchi 10 taliga kirgan bo'lsangiz. Lekin siz masalan bitta programmada 10-chi bo'lib turibsiz, ikkinchi programmada birinchi bo'lib turibsiz. Lekin siz o'zingiz masalan Garvardda siz 10-chi bo'lib turibsiz, Pennda birinchi bo'lib turibsiz. Siz Garvardga borasiz yotdi. Garvardda 10-chi bo'lib turgan bo'lsangiz, Garvardga borasiz, chunki siz xohlagan joyga. Shu NRMP sizga aniqladi. Sizni ixtiyoringizga ko'proq qaraydi. Pennda ikkinchi bo'lib turgan bo'lsangiz ham, birinchi bo'lib turgan bo'lsangiz, siz 10-chiga xohlasizmi, bu yoqqa chiqasiz. Siz ixtiyoringiz. Siz o'zingiz qaysiga ko'proq moyilligingiz bo'lsa, o'shanga ko'proq borasiz. Masalan, siz 10 ta joyga yozdingiz, lekin siz 10 ta programma chiqasiz, spiskaga yozasiz, shaqa kirmaysiz. Shunisi ham bor. Tushunarli. Demak, maksimum 10 ta joy tanlash mumkin. Yo'q, nechta intervyu bo'lsa shuncha. Hammasini. Nechta intervyungiz bo'lgan bo'lsa, shuncha joyingiz bo'ladi siz. Va agar siz ularni o'sha spiskasida bo'lsangiz, borish imkoniyati bor. Agar spiskasida bo'lmasangiz, befoyda.
Xo'p, ranking bo'ldi. Undan keyin eng qiziq joyi matchni kutish. Shu match. Menda match kuni juda ham qiziq bo'lgan edi. Men match soat 12da chiqadi deb o'ylaganman. 10da chiqar ekan. Shu kuni kechqurun uxlolmadim-da. Ertalab uxlab qolganman. Hamma match uxlayotgan ekan, men uxlayotgan bo'lganman. Keyin Timur telefon qildi, atajon. Timur Amraz aka match bo'ldingiz, dastur o'qidi. Uyg'onib, email ochib qarab, yetganman. Ha, Timur match bo'lmadi. Eng o'sha chunki masalan shu kuni bir kun oldin hamma ishlarni masalan qo'limdan kelgan hamma ishni qilgan edim. Shu oxirgi kuni shu Allohga tavakkal qilib nima bo'lsa bo'ldi uxladim-da, siqilmasdan. Odam siqilish kerak emas-da, qo'ldan kelgan ish qildik, harakat qildik. Qo'ya xudodan deb uxladim. Va niyatingizga erishdingiz. Xo'p. Endi orqaga qarasak, siz yo'lingizga qarasak, juda ham uzoq yo'lni bosib o'tdingiz va o'sha ko'pchilik birinchi stepga kirgan paytda tunnelni boshida bo'ladi va oxirida nur ko'rinmaydi. Masalan, stepga tayyorlanyapti, hali birinchi krug, U-voltni yechyapti, bilmagan savollari chiqaveradi, motivatsiya tushib ketadi. Siz o'sha nurgacha bordingiz, match bo'ldingiz. Hissiyotlar qanaqa? O'sha boshida rosa xursand bo'lasiz, chunki tunnel oxiriga yetib kelish boshida juda ham uzoq ko'rinadi. Juda ham xursand bo'lasiz, shuncha o'tgan mehnatlaringiz oxiri hosilni bergandan keyin. Keyin hamma qilayotgan qiyinchiliklaringiz qo'yingizdan shunda o'tib ketadi, ancha yengil bo'lasiz. Boshidan to adargandek bo'lib. Shunga stepga tayyorlanish, yo'lda ishlash, stepga tayyorlanish odam baribir stress bo'ladi-yu. Va tugatishim kerak deydi keyin imtihonga kirishdan oldin qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayverasiz. O'sha narsalar hammasi esdan chiqib ketar ekan. Yengil bo'lasiz. Tugadi deb. Shunaqa bo'ladi. Endi Miraz aka, videoni ko'rayotganlar uchun, step yo'lida yurganlar uchun o'sha nima motivatsiya berasiz, ularga qanaqa tilaklaringiz bor? Tilaklar tezroq yo'ldan tugatib, tezroq topshira olinglar. Masalan, men shu ishni qildim. Masalan, amerikaliklarning hammasi bu imtihonlarni topshiradi. Industriya ham rosa ko'p imtihon topshiradi. Biz ham o'zbeklar ham topshira olamiz bu narsani. Prosta oxirigacha olib borishadi ishni. Hozir masalan bu videoni ko'rib olib, motivatsiya olib, bu yevro hozir 10 ta blok tashlayman bo'lish kerak emas. Ana motivatsiya kelib ketagan narsa bu. Imtihonni oxirigacha borish uchun anaqa persistent bo'lish kerak. Nima qilmay bo'ladi persistent. Qat'iyat kerak, disiplina bo'lish kerak. Agarda har kuni shu ozgina shu bir blokdan, yarim blokdanmi ishlab har kuni qilsa, ozgina oxirigacha yetiladi. Motivatsiya bilan emas, disiplina bilan oxirigacha yetasizlar. Harakat qilinglar shunga. Va shu yo'lda sizga kimlar ko'makchi bo'lgan, kim sizni har doim podдержка qilgan? O'sha birinchida o'sha ota-onamga rahmat. Shuncha menga finansiy yordam berishgan, ham usul yaratib berishgan dars qochlarimga, keyin turmush o'rtog'imga, u ham tushunib, podдержка qilib tayyorlayotgan paytim, keyin shu o'zimizdan krugga, узкий krugga, Farhod aka, keyin shu gruppadagi bolalar, shu bir-biriga qarab motivatsiya bo'lardik. Kimdir anaqa qoyalarni ko'rib, qoyalar yo'lga ishlayotganini ko'rib, dashib ishlardi, ya'ni hamma bir-biriga NBM skorlarni aytsa qiziq qilardik. Motivatsiya bo'lardi katta. Shu maktabda kelganam, shu step 1 ga tayyorlashga ancha yordam bo'lgan. Step o'zi eng qiyin step 1da o'tirgandan keyin yo osonlashadi. Chunki sanaqa shu tarbiyalangan bo'lasiz, bloklar ishlashga o'rgangan bo'lasiz. Shu step 1da o'tirsa, guruhda bilan o'ziga yaqin, o'sha krugizga odamga o'ziga o'xshab intilayotgan bo'lsa, shu narsaga tayyorlash osonroq bo'ladi. Bitta o'p ketish qiyin, baribir. Sherik bo'lsa, o'ziga o'xshagan motivatsiyani qachonsa qiladi-yu, foyda. Osonroq bo'ladi ketish. Miraz aka, katta rahmat. Kelib, shuncha vaqtingizni ayamasdan bizga juda ham foydali maslahatlar berganingiz uchun. Sizlarga rahmat chaqirganingizga. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmachasini bosib qo'ying. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda yozishingiz yoki bizni botimizga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.